Jeans dunyodagi eng mashhur kiyim. Hamma kiyadi. Erkak, ayol, bola farqi yo'q. Lekin bitta savol bor. Nega aynan jeans? Qiziq tomoni, u status tanlamaydi. Lekin o'zi oddiy kiyim emas, bu tarix. Hammasi Fransiyadagi kichik shahardan boshlangan. Nim. U yerda ustalar boshqa matoni ko'chirmoqchi edi. Lekin tasodifan yangi mato yaratishdi. Natija qiya chiziqli, juda mustahkam mato. Ipaklarning biri ko'k, indigo, boshqasi oq. Shuning uchun tashqarisi ko'k, ichkarisi oq. Keyinchalik bu mato denim deb ataldi. Lekin jinsni mashhur qilgan odam Levi Strauss. Oltin izlash davrida u oddiy mato sotardi. Keyin sahnaga tikuvchi chiqdi. Jacob Davis. U bir kichik detal qo'shdi. Metal mixlar va hammasi o'zgardi. Shim endi yirtilmaydigan bo'ldi. 1873-yil patent olindi va shu kundan boshlab jins shunchaki kiyim emas. Bu ishchilar uchun yaratilgan, lekin butun dunyoni egallagan fenomen. Kontent yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Menda hali marketing va brendlar haqida juda ko'p ma'lumot.